Xushxabar: O'zbekiston fuqarolariga Qurbon hayiti sanasi va Arafa kuni e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, Qurbon hayiti 2025-yil 6-iyun juma kuni nishonlanadi. Saudiya Arabistonida Zulhijja oyining yangi hiloli ko'rinishi orqali Qurbon hayiti sanasi aniqlandi. Unga ko'ra Arafa kuni 5-iyun, Qurbon hayiti esa 6-iyun juma kuniga to'g'ri keladi. O'zbekistonda ham hayit shu sanada nishonlanishi kutilmoqda, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, ushbu xabar ostiga like bosib, videoni yaqinlaringizga ham tezda ulashib, ogohlantirib qo'yinglar.